mag'lub bo'lganligi yo'q. Amerika siyosatda Jungoga xato belgilaganligi uchun mag'lub bo'lgani yo'q. Bu yerda gap nima desa, Amerika xalqi Jungo oq ko'ngillik bilan muomala qildi. Masalan, nima dedi? Shu vaqtda sobiq prezident Bill Clinton 7-oyning 2-kuni Shangangni ziyorat qilganida bir jumla so'zni qildi. Biz Jungoliklarni tarixning to'g'ri tarafida turishga chaqiriq qilamiz. Agar xohlasa, Jungoliklar tarixning to'g'ri tarafida turishni xohlaydi ekan, biz Amerikaliklar yordam qilamiz. Bu shu vaqtdagi vaziyat. Keyin o'zgarib ketdi jahon. Chunki Jungo o'zining maydonida qattiq turdi. Demek hozir bu yerda bu uçuruş siyosati, ana shunday siyosati deydi. Endi oxirgi vaqtda nima deymiz degan vaqtda Reis Xi Jinping deydi. He Changlian xonim reis bo'lgandan keyin ichki tashqi jihatda qattiq qo'l rahbar bo'ldi. Albatta shunda bunda bo'lishi sababi nima? Ichki jihatda chataq. Boshdan oxir chataq. Bu bir Xi Jinping davridan emas. Tegi-tekini aytgan 49-ni Mao Zedong davridan tortib hozirgi ichki jihatda chataq. Sen uni faqat bostirish bilan muqimlikni saqlab kelyapsan. Endi tashqi jihatga balani o'zing tiriding. Menimcha Janubiy dengiz voqeasini o'zing tiriding. Sharqiy dengiz voqeasi u yerda chegara rayonsiz voqeasini o'zing tiriding. Mundaq aytganda mayli Sharqiy dengiz, mayli Janubiy dengiz, mayli O'rta Osiyo taraflarda kengaymichilikni yo'lga qo'yapsan. Faqat O'rta Osiyoda dollar bilan singib kirishni yo'lga qo'yding. Ancha oshkora bo'lmadi, sal maxfiyroq bo'lyapti, muloyim bo'lyapti. Sening hozirgi siyosating Sharqiy dengiz tarafga, Yaponiya tarafga, Koreya tarafga, Janubiy dengiz tarafga va O'rta Osiyoga, hatto Janubiy Osiyoga kengayish, butun dunyoga kengayish. Bir belvaq bir yo'l siyosatining meg'zimi shu. Dal shunday vaqtda Reis Xi Jinping yadrolig'idiki, markaziy komitet qurildi yoki o'ttirg'i chiqdi degan gap. Masalan, shu kundan boshlab Jungo rahbarlari ichki jihatda bostirdi. Chet el tashkilotlarini boshqarishni kuchaytirdi. G'arbning qimmat qarashlarini rad qildi. Oxirida He Changlian xonim bunday hukm qildi. Xalqaro jamiyat o'zgarayotgan xalqaro vaziyatga duch kelganda dedi. Yer sharillashish ta'tir eqimi bo'lib qoldi. Yer sharillashish bugungi kunda tungi kunda yer sharilish buyuk siyosat edi. Bugungi kunda yer sharilishi bir ta'tir eqim bo'lib qoldi dedi. Amerika va Yevropa fuqarolar bilet tashlash orqali siyosiy sarxillardan norozi bo'lganligini ifodaladi. Amerika nima ifodalamasa, qaysi siyosiy sarxildan kim norozi bo'lib Changlian xonim? Amerikada o'xshash. Kim o'zini nomzod bo'lib, kim prezident bo'lib o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, Amerika xalq uni qo'llaydi, buni qo'llaydi. Lekin ularning siyosati munozara orqali o'tir qo'ygan siyosatga farqlar faqat Amerikada saylovchilarning saylash huquqini yoki saylash jarayonini farqlantirish mumkin. Hech kim Amerika norozi bo'lgan yo'q. G'arb dunyosi hech kim norozi bo'lgan yo'q. Norozi bo'lsa Germaniyada ko'chmanlanmasi to'g'risi Germaniya xalqi norozi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundaq deydiki, He Changlian xonim noroziligini ifodalamoqda. Amerika, Yevropa qatorliq davlatlar ichki masalalarni hal qilish kerak bo'ldi. Shunga G'arb dunyosi 80-90-yillardagidek mustabid davlatlarni demokratiyalashtirishni ilgari surmaydi. Ala He Changlian xonimning huquq yoki logikasi o'zgarib ketib qopti. Burun He Changlian xonimning logika bo'yicha fikr qilishi boshqacha gap edi. Mayada nima deydi? Hozir G'arb davlatlari o'zining ichki ishi bilan qoldi. Qaysi G'arb davlati ichki ishi bilan qoldi? Qaysi ichki ish bilan qoldi? Buni paketi nima He Changlian xonim 80-90-yillarda G'arb davlati mustabid davlatni demokratiyalashtirgan. Shuni bilib bilan He Changlian xonim dunyo ishga qutub. Chunki sotsializm, kommunizm paydo bo'lgandan tortib dunyo ikki qutb bilib keldi. Buni Amerikaliklar paydo qilganimi yo'q. Buni Rossiyaliklar paydo qildi. Shundan keyin Jungoliklar paydo qildi. Ikki qutb bo'ldi. Ikki qutb xulosalaganda birisi kapitalizm, biri sotsializm ikki lager ekan. Bular tezlikda birga turishni qo'lga keltirish mumkinki, ening tashayinda ideologiya va qurilish davlat apparati va yoki jamiyat boshqarish va qonun deganda hargiz sig'isha olmaydi. Ikki xil tuzum. Bo'libmi sharqcha kommunizm, sharqcha sotsializm, demak bu Xitoyning feodal kommunizm, feodal sotsializm ekan. Demak bu ish o'z-o'zidan bo'lib turgan ziddiyatda, o'z-o'zidan o'tirg'i chiqib turgan ziddiyatda. Kim kimni ag'dirib o'tay demaydi-ki, kim kimni qo'llab o'tay demaydi-ki, bu ziddiyatlar. Siz faqat bu ziddiyatlarni hal qilasiz, bu ziddiyatlarning nishoniga qarab yurish qilasiz, xolos.
Onu onda hal kılısız, bunu bunda hal kılısız. Esinizde bolsun ki Xeçinliyan hanım ziddiyetlen türelgen dünya, onu ziddiyet neme, asaslık ziddiyet neme, asaslık bolmagan ziddiyetler neme, moşunu hal kılışlan keteyeverdi. Bu yerde kandaktor emde garip dünyası cüngoni ya mustafitizmle demokratiyeleştirik eşinanmaydı, içki işi var, onda kork yapkan var. Hiç kaçan bula arlaşkan emet. Demek her kişi Rusya'nın öz işinin tügüdü. Fakat sırtın etkanda Rusya'nın içtimailikini kapitalizm doktorulu etkan vaxtıda nokta nazarda etkanda ideologiyalı hücum kılış garip dünyasının geldi. Bu bir teşvikat emez. Bu fakat teşabbüs. Kişilik hukuk ne, kadar kıymet karışını teşvik kılış eli. Ede xalas. Muşundaq təşviqat, tərğibat 40 yıl elib verildi. Axırı Rusiya içi yemirildi. Bugünkü Cungo qollunub atqan siyasetme belki şundaq qilish mümkün. Çünkü bu siyasette Cungo üzü talıb aldı. Hazır qaraymiz ki Reis Xi Jinping yadroluğudaki nersi oturğu çıktı. Tayvan matbuatının nem dedi. Reis Xi Jinping prezidentlik tüzümünü yolu koyuş mümkün dedi. Hazır Xeçinliyan neme deydi? Reis Xi Jinping ikinci karar, üçüncü karar. Belki Çınış Huang ulamdı, ya ki Kang Yu ulamdı, ya Kang Xi ulamdı, ya ki qaysi bir han boludu, handak boluylu burdu. Nam kompartiya, nam sosyalizm, ameliyatı hallık tüzümünden başka nem var Cungo'da? 50. yıl mavzunda ta hazırgacha hallık, padişahlık tüzümünden başka neme var? Eşlim yok. Xeçinliyan hanımның şuna bu qatımkı hükümleri taz yaxşı bolmay qaptı. Biz müşahid tahlil qıldık vatandaşım.